Demak, bizda yaxshi yangiliklar, muvaffaqiyatlar, g'alabalar va bu bizning Ixlos maktabimizni hamma o'quvchisi uchun davom etishini xohlayman. Ilk qaldirg'ochlarimiz har doim duo olib kirishardi, lekin bu safar hayitga to'g'ri keldi. Lekin uyda bo'lsak ham duo qildik va natijalardan xursand bo'ldik. Kenjayev Abdulazizni birinchi tabriklarkamiz. Listening 8,5, bravo. Reading 7,5. Elimizni, xalqimizni manfaati uchun bu bilimlaringiz xizmat qilsin deyman. Ota-onangizga rahmat. Otabekda listening 8, 8.0, reading 7,5, writing 6,5, speaking 6,5. Juda ham solid ball Otabek. Mashalloh, indamasdan 7,5 chiqadigan balli. Ashirmetova Nilufarxon akalar. Ashirmetova Nilufarxon, reading 7,0, writing 6,5, speaking 6, overall 7 ball bilan muborakbod etaman. Xayrli bo'lsin. Qo'lingizda bor narsadan xursand bo'lishni o'rganinglar, bilasiz. Tushunarli, ya'ni 7 ga yeta olmaganlar qancha? Aytgandek, Mubinani ham kes, Mubinani ham rosa xafa bo'ldim. Hatto yarim ball ham ko'tarilmaganmi degan paytim bo'lganda, kecha Nilufarga ham shunaqa aytdim. Nilufar 2 marta topshirib ham 7 bo'lib chiqqan. Ya'ni 6 dan 7 ga ko'tarilish yaxshi natija. To'g'ri, 8 emas, 8 ga еще надо трудиться. To'g'ri, 8 ga yana ham ko'proq harakat qilish kerak degan ma'noda. O'shaning uchun boridan xursand bo'linglar, keyingi etapni boya aytgan energiyada qo'yib olinglar. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi IELTS'larni ham xuddi shunaqa tabriklashim nasib qilsin deb niyat qilaman. Rahmat.